Onamni Makkaga yayov olib borsam, onam jannatga kirar ekanlar. Men ham olib borsam onam kiradimi? Jannatga, ha? Ketdik ona. Qayoqqa o'g'lim? Jannatga? Meni Makkaga yayov olib boraman deya joni halak. Men senga 250 ming so'm naqd beraman. Qo'yni menga sot. Yo'q, 200 ming so'm. Xo'y, ko'p beryapman axir. Yo'q, 200 ming so'm. Uka. 200 ming so'm nega kerak? Onamni jannatga olib boraman-da, jannatga. Makkaga yayov olib boraman, Makkaga. Hajga boramiz deb qo'yni qimmat sotish. Ha? Meni buzog'imni ham sotib bermaysizmi? Nima deb valdirayapsan? Qani? Qay birini soppa-sog' o'g'ling Makkaga olib boraman deyapti, ha? Makkaga dedi. Sizlarga faqat masxara qilish bo'lsa bo'ldi. Ölürdü geçince